Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda mana shu virtualkada bajargan ishimizni real hayotda bajarishga harakat qilamiz. Demak, mana bu yerda kompyuterimiz bor. Bu kompyuterimizda web server qilamiz. Bu kabel orqali ishlaydi va bunga keladigan trafikni nazorat qilishga harakat qilamiz. Xo'p, bu narsa o'tgan darsimizda ko'rib chiqqanmiz. Endi shu ishni demak, mana bu yerda paketda o'tib kelib, mana shu paketni o'rganishimizda real hayotda ko'rishimiz kerak. Albatta, buni qilish uchun esa bizga dastur kerak. Dasturimizni nomi Wireshark. Wireshark degan dasturimiz bor. Mana shu yerda saytga kirasiz. Shu saytda siz dasturni yuklab olasiz. Bu dastur bepul va bu dastur orqali kompyuterda tarmoqdagi paketlarni to'liq nazorat qilib, titib-titisini chiqarib tashlashingiz mumkin. Juda ham yaxshi dastur. Albatta, buni Windows versiyasi ham, albatta Apple va Linux versiyalari uchun ham bor. Xo'p, yuklab olasiz, o'rnatish, next. Bu faqat tanishuv uchun, shuning uchun ko'proq e'tibor berish kerak emas. Men tushuncha berib olay, boshida aniq tushunib oling, tarmoq o'zi nima, tarmoqda imkon darajasida virtual va fizik jihatidan qilishga harakat qilyapmiz. Hop, Wiresharkga kiramiz. Wireshark interfeysi shu va buni imkoniyatlari juda ko'p va uni ko'rib chiqamiz. Endi shu yerda e'tibor bersak, nimalarimiz bor? Bu yerda interfeyslarimiz bor. Bu tarmoq kartalar, ya'ni aloqa qilish uchun boshqa qurilmalar bilan tarmoq kartalari mavjud va ular mana shu yerda ko'rinadi va sizga mavjudidan foydalanishingiz mumkin. Masalan, demak, mana shu kompyuterimda hozir sizga shu video tasdiq yozadigan kompyuterimda ham Wi-Fi adapterim bor, tarmoq kartam bor, ham demak Ethernet kabel internet ishlash uchun ham Ethernet demak bor va boshqa imkoniyatlar ham bor. Keling, biz hozir bunda aktivatsiyada problema bo'lgani uchun biz realni o'rganish uchun ochib qo'yilgan boshqa bir saytga murojaat qilamiz. Xuddi o'shanday paket yuborishga harakat qilamiz. Mana ochamiz. Ochganimizda uydagi oyna ochiladi va bu yerda e'tibor bering, kompyuterimiz уже mana shu Wireshark programmamiz paketlarni ushlashni boshladi. Demak, ya'ni kompyuterimiz hozir hech narsa qilmayapmanki degan holatida ham shuncha ma'lumot bir-biriga paket yuboryapti, qabul qilyapti, ana shu ko'rinishda ishlayapti. Va e'tibor bering, bular nimalar? Bular tanishib olish uchun qanaqa qurilmalar mavjud tarmoqda, aloqa qilish uchun osonligi va boshqa narsalarga e'tibor beradi. Va endi tepasidan kelamiz. Mana bu yerda raqami bor, tartib raqami bor. Qarang, hozirgacha 270 ta paketni o'sha yuklab olib bo'ldi. Paket ushlab oldi. Buni titlab, ochib, tiklab o'rgansak bo'ladi. U ketyapti. Ana endi qancha vaqt ketyapti va jo'natuvchini IP'si. Jo'natuvchisini IP'si, ya'ni mani kompyuterimni IP'si kerak. Mana bu yerga kiramiz. Mana shu yerda mana tarmoq kartasi mana bu ko'rinishda kompyuterimizga ko'rsatib qo'ygan. Buni demak, unda ham ko'rdik. Wiresharkda ham qanday ko'rinishda berilishini. Va hozir Wi-Fi'dan kirib o'tganim uchun Wi-Fi ustiga kiramanda. Xo'p, ma'lumotlarni bilishga harakat qilaman. Mana bu yerda biz hozir IP4 bilan protokoli bilan bog'langanmiz. Xo'sh, bizga mana bu yerda ma'lumot olaylik. Chunki u yerda diskga qo'shib qo'yilgan va u haqida keyinroq tushuntirib beraman. Endi e'tibor bering, mana IP adresim. IP adresim 192.168.1.111 ekan va e'tibor bering, source'da demak, mana shu 111 lar bular уже mani kompyuterimdan chiqib ketayotgan so'rovlar, ma'lumotlar, aloqalar deyish mumkin. Xo'p, birlar. Xo'p, ketdik.
Demak, IP adresimizni, source IP adresini bilib oldik. Destination esa shu IP adreslarga murojaat qilyapti-da. Qanaqa IP adreslar bo'lsa, biror yaxshilab ko'rib chiqamiz. Xo'p, keling, demak, bittasini to'xtatib, nimaligini ko'rib olsak. Shu IP adres, shu so'rovni mana shunga bosdik. Xo'p, bizda hozir buni tushunish biroz qiyinroq, chunki bu protokollarni o'tmaganmiz. TCPda uncha to'liq o'tmaganmiz. Keling, siz bilan faqat HTTPda o'tdik va HTTPga e'tibor bersak. Xo'sh, ko'rdingiz, protokollar, DNS protokoli, TLC, QUIC protokollarimiz ko'p. Va mana bu yerdan HTTP yozamiz. HTTP protokoliga qidiramiz. HTTP protokolini nimalarni aniqlab olyapti, so'rab olyapti. Mana shu yerda shuncha HTTP protokolimiz bor. Keyin yana bitta murojaat qilib olamiz shu saytimizga. Mana bu saytimiz shu o'rganish uchun mo'ljallangan. Bu turibdi qayerdadir kimnidir kompyuterida va shunga murojaat qilaman. Kirishga harakat qilaman. Mana hozir shu demak saytga kirdi va bu saytni protokoli HTTP. Mana bunikini ko'rganmisiz? HTTPS xavfsizlik, ya'ni secure, bu xavfsizlantirilgan, bu not secure, mana xavfsiz emas bu. Bu demak HTTPda ishlayapti degan ma'noda. Yaxshi, bunga murojaat qildik. Endi qaraylik. Hop, yana bir filtrda qo'yamiz. HTTP. Xo'sh, mana shuni ochamiz. Demak, nima deyaptilar? Mana shuni ochdik. Mandan chiqdi 34 223 124 45 IP'li adresga murojaat qildi. Ya'ni o'sha yerga yetib bordi mani so'rovim. Boyagi veb-sayt, veb brauzerdan bosganim so'rovim yetib bordi. Va mana protokolni aytib turibdi, HTTP deyapti. Hop, va nimalar bor ekan? Va mana bu yerda e'tibor bering. 1 2 3 4 5 ta narsadan iborat ekan. Xo'sh, bu 5 ta narsa nima? Bu 5 ta osiy modelining qatlamlari. Bilasizlar, osiy modelning qatlamlarini o'tganimizda unda TCP modelini ham o'tgandik va TCP modelida e'tibor bering, 5 ta 1 2 3 4 5, ya'ni 5 qatlamdan iborat edi, to'g'rimi? TCP IP model. Shu demak osiy modeli shunga o'zgargandi. HTTP ham demak o'sha 5-qatlam, 5-7 qatlam. Xo'p, endi shular bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi aloqani ko'rib oldingiz. Xo'p, endi frame ko'ramiz. Xo'p, frame ichida bu o'zlari 0-1lik aloqa bo'lgan va o'shani, ya'ni signallar aloqa haqida ma'lumot beryapti. Bizga hozircha buni ichiga chuqurroq kirishga hojat yo'q. Endi Ethernet 2. Ethernet 2 bu ikkinchi qatlam, bilasizlar. Ikkinchi qatlamimiz nima edi? Ikkinchi qatlamimiz data link layer qatlamimiz. Data link layer qatlamini Ethernet 2 deb nomlanadi va buni biz Cisco Packet Tracer'da ham ko'rgan edik. Xo'p, buni ichini ochib ko'ramiz. Buni ichida ham bir qancha ma'lumotlar bor. Xo'p, ichini ochib ko'rsak, xo'sh, asosiysi demak keyingi bu MAC adreslar bilan ishlar edi. Bilasizlar, mana bu yerda MAC adresni beryapti. MAC adres. Xo'sh, mana bu yerda ikkinchi MAC adres. Destination MAC adres, ya'ni mana shu veb-sayt turgan kompyuterda MAC adresi bor ekan. O'sha MAC adresi mana shu ekan. Destinationniki. Jo'natuvchini MAC adresi esa mana bu ekan. Jo'natuvchiniki mana o'zimniki. Hop, mana o'zimnikini ko'rib olamiz mayli. Mana shu yerdan ko'rib olsak ham bo'ladi. Hop, e'tibor bering.
24Y. Mana. O chiqadimi? 24Y hop, IB 16 9Y 44 SS. Demak, MAC adresimiz to'g'ri kelyapti. Ko'ryapsizmi? Biz o'sha e, darsda ham o'rgandik, diska paket tracerda ham, virtualkada ham ko'rdik va real hayotdagida ham mana ko'rib turibmiz. Shu joyda yana bir narsani aytib o'tib ketay, mana bu yerda e'tibor bering. Mana buniki MAC adresi umuman boshqa. Chunki bu boshqa demak tarmoq kartasi hisoblanadi. Qaysi bir tarmoq kartasi mavjud bo'lsa, o'sha tarmoq kartani o'zini MAC adresi mavjud va o'sha bilan bog'lanyapti, o'shaniki. Xo'p, va mana bu keyingi qatlamga o'tgin degan ko'rinishda IP4 protokolda ishlayotganini bildirib aytyapti. IP6 biz IP6 yozib qo'yamiz shu yerda. Xo'p, endi 3-qatlam network qatlamiga o'tamiz. Networkga o'tdik 3-qatlamda. 3-qatlamga o'tamiz. 3-qatlamda bizga asosan IP adreslar edi va IP adreslar mana bu demak source IP adres va destination IP adres. Ularni bu yerda tepada ham ko'rib o'tgan edik. Xo'sh, keyin qo'shimcha ma'lumotlar bor, IP adres versiyalari, yana qandaydir qo'shimcha ma'lumotlar. Bularni sekin-sekin keyingi darslarda chuqurroq o'rganamiz. Bu darsimiz aslida hali biz kirib olish uchun, ichiga sho'ng'ib olish uchun qilamiz. Bu narsalar juda ham qiyin, murakkab tuyulishi mumkin. Hovliqmang, bemalol ko'ngilni keng qo'yib ko'rib boraveramiz. Asosiysi mantig'i o'zi nimaligini ko'rib olsak, keyin demak mana bu TCP protokolini ichiga kirib olsak yoki HTTPni ichiga kiramiz yoki IP DNSlarni kirganimizda tushunchangiz oson bo'ladi. Mana bu yerda har xil yozuvlarni ko'ryapsiz, o deb qolmaysiz. Shu ozroq tushuncha bo'lishi uchun aytib o'tyapmiz. Mana bu yerda 20 bayt ekan. Ya'ni o'sha qo'shimcha qo'shilganini ma'lumotini o'zi 20 bayt. 20 bayt. Demak, bayt tushunchasi 0101 bular bit. Bularni ana keyingi darsga o'rganishimiz uchun biroz kerakligini mana bu yerdan ko'rib oldikda, endi keyingi darsimizda bularni o'rganamizda. Shuning uchun hozir tanishib olaylik degan ma'noda. Xo'p, networkdan keyin qaysi kelar edi? Networkdan keyin albatta transport kelar edi. Transportda esa TCP, UDP protokollari asosida ishlaydi. Va nima deyapti? TCP protokolini kengaytmasi Transmission Control Protocol edi. Ya'ni TCP yozib qo'ymayapti-da, TCP Transmission Protocol Control va tushunish uchun osonroq bo'lishi uchun. Va TCP protokolida nimalar bo'lar edi? Kompyuterdan chiquvchi port bo'lishi kerak edi. Mana logic mantiqiy port 65535 tali portimiz bor-ku mantiqiy o'shandan. Xo'sh, bizga ana shu portlar bor edi, keluvchi mana paketlar tartibi raqami va yana qo'shimcha ma'lumotlari bor. Xo'p, mana bu yerda Hypertext Transport Protocol esa buni mana bu yerda yana bitta qaraymiz. Application layer, ya'ni programma darajasidagi protokollar, programma darajasida ko'ramiz va programmada nimalar ko'rishimiz mumkin, HTTP'da ko'rishimiz mumkin ekan. Xo'p, HTTP'da ochsak, Hypertext shu yerda Hyper HTTP'da birinchi H'si T text, ikkinchi T'si transfer, uchinchi T protokol P. HTTP mana shu so'zni Hypertext Transfer Protocol so'zining qisqartmasi. Xo'p, buni ham o'rganib oldik. Endi buni ichida nimalar bor? Bu xavfsiz emas degan edik. Bu yerda aniq ma'lumotni ko'ra olishingiz mumkin. Mana qaranglar. Post deyapti. Biz murojaat qildik deyapti. Nimaga murojaat qildik deyapti? Quits love grant pathway neverssl.com. Bizning saytimiz shumi? Quit slow grant pathway
neverexcel.com. Demak, aynan shunga murojaat qilganimizda aytib o'tiribdi. Xo'sh, onlayn yana demak qo'shimcha ma'lumotlar berilgan. O'sha ma'lumotlarni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Onlayn so'zi mana qarang, onlayni 2F, 6F, Y, 6C, 1.69, 6Y, mana shular onlayn degan mana shu so'zni qisqartmasi. Mana buniki shu. Mana shu yozuvlarni ko'ryapsiz. Mozilla deb o'qiy olmayapman, shifrlanmaganda ana shuni Mozilla deb o'qiy olmasligim kerak edi. Mozilla Firefox'dagi hop, mana maniki front, mana ma'lumotlarim ham bor. Shu yerda ma'lumotlar berilgan. Datani kirish esa u chuqurroq kirish bo'ladi. Bizga hozir kerak emas. Asosiysi bugungi darsimizdagi maqsadimiz Wireshark orqali paketlarni qanday qilib kuzatib olish edi. Mana bu yerda yana bir qancha murojaat qildik. Ko'rdinglarmi? O'sha murojaatlarimizni ham yozib olyapti. Mana bu yoqda nima deyotganini o'qib turibmiz. Albatta bularni yana chuqurroq o'rganamiz, xavotir olish shart emas. Keyingi darslarda ko'rishguncha.